Adamni singlisi vafot etibdi. Singlisini ko'mganda hamyoni tushib ketibdi. Hamyonda ancha oltin, kumushlari bor ekan. Ko'mib bo'lgandan keyin chiqib uyga kelib hamyonni qarasa, hamyon yo'q. Hammaga shunaqa qilmaydi Alloh. Alloh endi bunga bitta narsani bildirib qo'yapti endi Alloh. Hammaga shunaqa qilmaydi Alloh. Bir xil odamni hamyonidan kattarog'i tushib qolgan bo'lsin, ochib oladi, eshitmani ko'rmaydi. Buni Alloh o'zi endi bir narsani bildirish uchun tushirtirib qo'ydi. Va buni olmasa bo'lmaydi. Go'rkov kechasi ochaman dedi. Quyoshning nuri tushish kerak emas dedi. Kechasi ochishganda qizdirilgan tandirdek cho'g'. Go'rni ichi iloj yo'q shunday qarab haligini olishga. Tandir rosa qiziganday bo'lib yotibdi, guvalalarini olishsa. Go'rni ichi. Qo'lni uzatib bo'lmaydi. Bu holatni ko'rgandan u tillo ekan, boshqa narsa bo'lsa ham kechib boradi. Bu yoping tamom dedi, bo'ldi. Qizdirilgan tandir qanday yonayotgan bo'lsa, o'shanday o'li qo'yilgan joy, sinisini qo'ygan joy. Yig'ladi, siqtadi, onasiga aytdi, onajonim, o'zingizni ushlang, Alloh sabr bersin, menga Alloh bir narsani bildirdi. Buni ko'p odam bilmaydi, menga bildirib qo'ydi. Singlim namoz o'qirdi-yu, nima bunday bo'ldi? Shunaqa holat bo'ldi. Ey bolam, singling bizni ko'rsa o'qirdi, o'zicha tahorat qilib namoz o'qiydi emas hech qachon. Namozni sandan, mandan, dadasidan qo'rqib o'qiyardi. Keyin sening qo'shnilarning gapini poylardi, devorlar oldiga kelib olib. Ming marta aytardim, "Oy qizim, gap poylama, gaplarni poylab boshqa qo'shnilarga shularni chaqib yurardi." Bilmayman, namozni ham yo tahorat yo betahorat o'qiverardi. Shu narsani Alloh senga bildiribdi, ko'rsatibdi.